Bitta hikoya aytib beray sizlarga. Sal charchoqlarni yozib qo'ying. Bir mahallani bir domlasi bor ekan. Domlasi bor ekan, hech gapirmas ekan. Hech gapirmas ekan. Mahalladagilar aytishibdiki, domla sizdan bir boshqa masjidlarni, mahallalarning imomiga o'xshab bizga bir nasihat qilib gapirsangiz bo'lar. Marosimlarga kelyapmiz. Indamay o'tirib chiqib ketyapmiz. Bir gapirib bersangiz, ozgina anu-mani eshitaylik deyishibdi. Desa, keksa odam ekan, toqati yo'qroq ekan. Ha bo'pti. Men sizlarga hozir bir narsa aytmoqchiman. Bir narsa aytaman. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Desa, bilmaymiz deyishibdi. Desa, bilmaganlarga gapirishning foydasi yo'q deydi. Ertasi indiniga o'tib yana bir marosimda o'sha domla yana hozir majlisda o'tirishsa, yana o'sha taklifni qilishibdi. Domla o'tgan safar u deb bizni aldab ketibordingiz. Bizga bir narsalarni aytib bering, amr ma'ruf nahiy munkarlar qiladi-yu domlalar. Siz ham qilib bering desa, yaxshi. Men sizlarga hozir bir narsa aytaman. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Desa, o'tgan safar ular bilmaymiz desa gapirmay qo'ygan-ku. Bu safar uni aksini aytamiz deb, bilamiz deyishibdi. Desa, haligi domla tushmagur, bir sizlar aytishga hojat yo'q dedi. O'zingizlar bilasizlar ekan. Endi keyin mahalladagilar kelishib olishibdi. Kelasi safar domla bilan yana shu marosim bo'lsa, yarmimiz bilamiz deymiz, yarmimiz bilmaymiz deymiz. Kelishdingmi deyishibdi, kelishdik. 3-chi marosimda yana domlaga taklif qilishibdi. Domla bir suhbat eshitaylik. Desa, yaxshi, o'sha savol. Men hozir sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Desa, uyda o'tirganlarning yarmi bilamiz debdi, yarmi bilmaymiz debdi. Endi qani domla nima qilar ekan desa, bilganlar bilmaganlarga aytib qo'yinglar. Deb baribir gapirmagan ekan.